同学们来到教你学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是你们的老师 Sekila Asghar。今天我们要学习的是第3单元的第2部分。Bugün bizim öğrendiğimiz 3. dersindeki 2. bölümü。那么上一节课我们知道这个阿里木他是到哪个地方来了？姐姐的新房。然后他呢看了这个姐姐的新房。那么在这一课里面，那他们之间又发生了一些什么事情呢？那我们先看一下我们的生词总动员。好，咱们来看一下第一个字挂。挂，一个提手旁，然后呢2个土，挂。Mansi isish， 比如说，我们下班回到家，然后呢进了房子以后会干什么呀？会脱衣服，脱完衣服要干什么？挂起来，挂起来。Minamay kimimni ispoyanga diyen bolsam， 帮我把衣服挂起来，帮我把衣服挂起来。那么아빠 손감는 내게 qoydunuz, 내게 isip qoydunuz diyen bolsak， 妈妈，你把我的包挂哪儿了？妈妈，你把我的包挂哪儿了？挂。那么我记得在第1册的时候，其实我们学过这个挂啊，挂degan bu xatni o'rgangan edik. Lekin u vaqtida当时我们学的呢是挂号。Yani doktorxonaga berib numur olgan vaqtimizda 挂号的读。那在这里这个挂是什么呀？ isish。 mayli nima bo'lsin, lungi bo'lamdi， 不管是毛巾啊、衣服啊，还是其他一些袋子里面装的东西啊，还是你的包啊，只要是 isib qo'ysa 都叫挂啊，挂起来。那么ostidagan ilgishni nima deymiz？ 挂钩，挂钩。好，那么下面一个第2个窗帘。窗帘，窗是我们窗户的窗，derizi的一个窗，点撇横钩撇点，下面呢撇竖横折钩，撇横撇点横啊，这是窗。帘呢点撇横钩，然后呢撇捺，然后下面是一个毛巾的巾，窗帘。窗是 derizi， 帘呢 perde， 那窗帘就是我们所说的这个 perde。 因为немishqa desak odatda biz perdani nega osamiz? Mushu deriziga osamiz go. Agarda ishikka osgan parda bo'lsa, uni minlen deydi. Minlen. 那 deriziga osgan pardani 窗帘，窗帘。好，那咱们呢造个句子。Bir cümle tuzib baqsak. Bu parda baq qiyin ekan。这窗帘太厚了，这窗帘太厚了。Andan keyin那么bu parda bizning uyga mos keladi ekan degan bo'lsak， 这个窗帘比较适合我们家，这个窗帘比较适合我们家都可以啊。窗帘 pardani yipib vittin desak neymiz？ 把窗帘拉上，把窗帘拉上deb ishlatamiz。那 pardani ichib vittin bo'lsa， 那就拉开，拉开，把窗帘拉开啊。好，这是窗帘，知道了吗？下面一个呢，钩，钩，撇横折钩，竖横折横，然后呢一个多。钩这个字我们那天不是才学过一个吗？bir qovni o'rgangan edik. U vaqtdagi u qov deganimiz yetarlik deb o'rgangan edik. Shunday. 比如说 bu oylik xarajitim yetadi, yetarlik degan bo'lsak， 我这个月的生活费够了，我这个月的生活费够了 desak bo'ladi。 但是在这个地方呢，这个够呢就是 bu yetish deganimiz qo'limizni bir yerga so'zg'an vaqtimizda qo'limiz uningga yetadigan bo'lsa， 那就是够上，够得着。那agar yetmagan bo'lsa
够不着 deymiz. 那么不够deganimiz就是 qo'limizni bundoq sunib ashunga yetgandek yetish deganni go deymiz. 比如说啊 hozir 我的钥匙 ochquchim 掉到桌子底下了 那 jo'zini ostiga tushib ketdi 然后呢 olay deb ololmadim 那 ololmagan bo'lsam 我就怎么说呀哎呀钥匙掉到桌子底下了我够不着好那么平时我们知道 shu uygun chiqqan vaqtimizda doska doskani ustiga xat yozib mening bo'yam paka iliq igiziyaga yozgan xatlarni o'chiramadim 那这时候 bo'yam yetmedi bo'lsa 那我应该怎么说呀我够不着 desak bo'ladi 那够我们上一次学的呢是 yetarlik 那bu qitimqi bu yetish deganimiz是 ma'lum bir sababdan ashuningga qo'limiz tegmadi yetolmay qoldi bo'lsa go desak bo'ladi yetadi desak go 得着 yetolmasa够不着 deymiz 够不着就这么用好下面一个着 hozir bu 够得着够不着 degan to'qi mushu 着 chiqdi 其实这个着呢它呢也是有好几种意思一般情况下呢我们会把它呢放到这个动词的后面 amaliyotda bu xatniki necha xil o'qilishi bor 对吧 j degan o'qilishi bor 着 degan o'qilishi bor 着 degan o'qilishi bor degandek 它有三种读法那么在这个地方我们来看一下这个着什么什么着 degan vaqtimizda 是 shu ishni qilolgan ya qilolmaganligimizni bildirdi 比如说够得着 degan bo'lsa qo'limiz yetdi 够不着 bo'lsa yetmedi 然后呢就再比如说睡着 平时我们说 uxlash deganni 睡觉 deymiz 睡觉 那 butun uyquga kirib ketgan vaqtimizda 睡着 那 uxlayolmasak 睡不着 那这个睡觉和睡着有什么区别呢比如说hozir menda bir karavot bor ona 躺着 men bu karavotning ustida yotdim ona 在干什么呢 men uxlamoqchi 我在睡觉 odatda o'zimizni 准备睡觉了 我在睡觉 degan vaqtimiz uchun rost uxlab ketgan bo'lishingiz notayin 意思就是说 siz yotdingiz balkim sizningki qallingiz uyg'oqdi masalan meni aysakilar desalamchi ha degidakchi 我还是有意识的那么 qanday vaqtida 睡着 bo'ladi desak 就是说 to'g'risimi uxmag'idek bir holatga kelgan vaqtimizda butunlay hamma yerimiz biroq uxlab ketgan chog'da uni biz 睡着 deymiz 这个是睡着那么 kechda hamma odam uxlaydi shuningga biz 晚上我们大家都会去睡觉是不是但是有的人他能睡着有的人睡不着那 ba'zanlar uxlay oladi ba'zanlar uxlay olmaydi oqshom uxlayolmadim degan odam 是 uxlamadim emas uxlayolmadim那 buni biz 睡不着 deymiz 那 uxlay olgan bo'lsangiz 就是睡着了睡着了好懂了吗下面一个选撇横竖横撇竖弯钩然后一个走着底其实它后面呢是一个先对吧先生的先选 talash 那么这个地方有很多东西 你选一个 比如说 你选什么颜色 你选什么颜色 desek bo'ladi. Andan keyin vaqtni siz tanlang desek 时间你来选 时间你来选 desek bo'ladi. Buni men tanladim desek 这是我选的 这是我选的 desek bo'ladi. 下面一个蛋一个3点水然后呢一个2个火是吧一个这个我们在第一册里面就饮食要清淡 이렇게
阿里木他生病的时候呢，医生跟他说的饮食要清淡。那么淡在这个地方是什么意思呀？就是说 sus。那nima sus mesela rang sus diye baktığımızda淡deymiz. 那比如说mushu sus rang desek 淡颜色，淡颜色 desek buludu。比如说我们说这个白色呀，那个淡粉色、淡蓝色、淡黄色的 deymiz o rengi sus bo'lgan vaqtida uni biz 淡颜色 deymiz. 那 rang mesela bu köynekning rengi bek susken desek 这条裙子的颜色太淡了。这条裙子的颜色太淡了 desek buludu. 那么你喜欢什么颜色 siz qanday rengi amırak 我喜欢比较淡的颜色，我喜欢比较淡的颜色 desek buludu. 淡 sus. 好unundan başqa mushu tamaq kelgan vaqtida tan desek bo'ladi. Tan deganimiz qanday tamaq desek-chu tuzkam tamoqlarni tan deymiz. Maysiz tuzkam tamoqlarni tan deymiz. 比如说就像我们以前那个饮食要清淡 degan vaqtimizda, na tamoqlaringiz就 maysiz, tuzsiz bo'lsin demekçi. Tan, sus. 下面一个颜色，颜色点横两个点横撇，然后撇撇撇，那横这边呢是一个叶横撇竖横折撇点，色呢是撇横撇横折竖横竖弯钩，颜色让。前面我们在第一课里面学了一个五颜六色，那就是 ranga rang degan to'qi aşağıda mushu 颜色 degan xatni biz o'rgangan juma. 颜色 deganimiz rang. Bu nima rang? 这是什么颜色？这是什么颜色？ Siz qanday rangga amırak? 你喜欢什么颜色？你喜欢什么颜色 desek bo'ladi. 颜色 deganimiz rang. 好，下面一个显。显上面呢是一个日，然后下面一个竖点撇横叶作业的一个叶的眼看。显deganimiz就是说көрінмек деп düşünsek bo'ladi. 那就是qarmoqqa mındaq ekan desek, 或者说mındaq ko'rinadi ekan degan bo'lsak, uni 显 deymiz. 比如说 masalan mush kiyim-kechakda bu kiyim sizni o'riq ko'rsatdi ekan. Mındaq kiyimni kiyib olsangiz, 也就是说 bu kiyimni kiysangiz o'riq ko'rindi ekansiz demoqchi-ku. o'riq ko'rsatgan degan chaqda 这件衣服显瘦，这件衣服显瘦 desek bo'ladi. 那么 bu kiyim sizni oq ko'rsatdi ekan degan bo'lsak, 这衣服显白，这衣服显白 desek bo'ladi. 好，那undan boshqa nihoyatda pokiz ko'rinadi ekan desek, 显得干净，显得干净 desek bo'ladi. Na ma'lum oldin qitim kiyib olgan kiyimi semizgu ma'lum demek semiz ko'rsatib qo'yapti degan bo'lsak, 老师上次穿的衣服很显胖 desek bo'ladi. 老师上次穿的衣服很显胖 degandek. 好，那么下面一个呢，干净，干净。干非常的简单，横横竖，对吧？那净呢是一个两点水撇横折横竖钩，干净 pokiz. Uyning ichi nihoyat pokizgan, 房子里很干净，房子里很干净。Kiyimingizni pokiz yuving, 把衣服洗干净，把衣服洗干净。那其实衣服bo'lsin, qo'l bo'lsin, to'p bo'lsin, 哪个地方都是pokiz yuving desak 都是洗干净 desek bo'ladi. 那么undan boshqa o'sha tamoq yegan vaqtimizdami, tamoqni pokiz ye, 就是说全部都吃完，你不要剩下 deb degan vaqtimizdami, ya'ni 吃干净 desekmi bo'ladi. 把饭吃干净 desekmi bo'ladi. 好，干净
Pokiz. Men pokizlikni yoqtiradigan odam desam, 我是一个爱干净的人。我是一个爱干净的人 desak bo'ladi. 下面一个呢，浅色。浅色，好，浅呢是一个三点水，横横斜勾撇点，色那撇横撇，然后横折竖横竖弯钩，色就是刚才那个颜色的色。那浅色deganimiz susrang. 那unda xusubat ma'lum bayam 淡颜色desakmi susrang. 首先淡颜色mundaq dedik. Andan keyin浅色ni qisqartib bilan 浅色 ikki xat bilan ifodalasak bo'ladi. Bu birinchi farqi. Ikkinchisi tan degandan keyin mushu rangdan boshqa yana tomoqqa ishlasak bo'ladi dedik. 这个饭这个味道很淡 deb desak bo'ladi. Lekin 那这个饭味道很浅 desak bo'lmaydi. 所以这个呢是它们的这个区别。lekin 淡颜色 bilan 浅色ikkisininki ma'nisi o'xshash, hammasi susrang bo'lib mangdi. 好，浅色。我喜欢穿浅色的衣服。men susrangli kiyimlarni kiyishga amran. Andan keyin 浅色。我妈妈喜欢浅色，爸爸喜欢深色。那深色deganimiz 就是qiyniq rang, uchuq ranglar, 浅色、深色 desak bo'ladi. 好，下面一个耐脏。耐脏，耐一个而且的一个而，按照那个横竖勾点是吧？脏呢是一个月，按照那个点横撇，下面是一个土。脏degan maynat degan gap. Nay deganimiz bardoshlik berish degan gap. Nay zang deganimiz maynatlikka bardoshlik berishmi? Shu kir ko'tarashlik degan gap. Kir ko'tarashlik. 比如说 odatda biz qor kiyimni kir ko'tarashlik deymiz-ku. Buni 黑色的衣服耐脏。黑色的衣服耐脏。或者说深色的 rangi qiyniqlari ya. 深色的衣服耐脏，浅色的衣服不耐脏 desak bo'ladi. 还有就是我们平时也有很多不光是衣服 kiyim-kechaklar emas. 比如说mashinadaymiz. 黑色的车不耐脏，白色的车耐脏deymiz. Oq ranglik mashinalar kir ko'tarishchanliroq deb qo'yamiz. 它耐脏 desak bo'ladi. 再比如说什么 parda deymiz, dasxan deymiz, 像这样子的东西我们都可以是耐脏不耐脏 kir ko'tarishlik emas desak 耐脏不耐脏 deymiz. mushu bir narsa ko'tarishlik bo'lgan chog'da nay什么什么 deymiz. kir ko'tarishlik bo'lsa nay脏. mushu shil iliqi pishiqroq, puxtiqroq, oson buzilib qolmaydigan bo'lsa, uni耐用deymiz. 就是可以用很长时间，很耐用 desak bo'ladi. 比如说这个华为的手机很耐用，华为的手机很耐用 desak bo'ladi. 好，这是耐脏 kir ko'tarishlik. 下面一个得。这个得呢是我们在前面学了一个的 oldida biz bir de deb o'rgandik-ku. bu yerda o'xshash bir xat dey deb chiqdi. Demak bu xatninki ikki xil o'qilishi bor degan gap. Dey deganimiz nima bo'ldi desak-chu, kerak. Najosha mushin bir ishni qilishimiz kerak degan gap. Lozim deganga o'xshash. 比如说 men uyga qaytishim kerak. 我得回家了。我得回家了。siz topshiriqingizni yozib bo'lishingiz kerak. 你得写完作业。你得写完作业 desak bo'ladi. bir ishni siz qilishga tegishli, qilishingiz lozim, qilishingiz kerak desak, 谁得做什么什么什么 desak bo'ladi. biz yaxshi o'rganishimiz kerak desak, 我们得好好学习我们得好好学习
desek buludu。下面一个特别，特别，那特别在这里是一个副词啊，特一个牛，前面一个牛，然后一个土，一个寸，别呢，我们前面也学了，不用deb ma'nisi chiqadi deb o'rganib bo'ldik, lekin特别birlik kelgan vaqtimizda bu bir ravish bo'lib, ma'nisi nima bo'lib mangdi ekan? Bahlam. Bo'libmi degandek. Masalan, buning hisobda ikki xil ma'nosi bor desak bo'ladi. 比如说, men mushu lag'manga bek amroq desak, 我特别喜欢吃拌面，我特别喜欢吃拌面。desek bo'ladi. Men mushu uxlashga bek amroq desak, 就我特别喜欢睡觉，我特别喜欢睡觉，这是非常的这个意思啊。那ikkinchi ma'nosi bo'libmi, 那就是说 biz mana mundaq bo'libmi deb turib ma'lum birsini texmi ko'tagan vaqtimizda, na texmi ashininki mushta bir alaydiligini bor ekanligini bildirmoqchi bo'lgan vaqtimizda bo'libmi deb tobiyani ishlasak bo'ladi. Na 我的家乡很漂亮，Benimki yurtum nayeti güzel. 特别是家乡的什么河呀、湖呀、山呀，bulupmu yurtum, mening yurtum nayeti güzel, bulupmu yurtumdaki mesela tağdamdoq yoki daryodamdoq, 你都可以说啊，特别。我喜欢妈妈做的饭，特别是她做的抓饭。Men opam aytgan tomoqqa bek amroq bo'libmi, u aytgan puluğa deganga o'xshasa, bo'libmi ma'lum birsini texmi alayda degan vaqtimizda 特别 deymiz. 月份，月呢我们以前也学过，撇横折钩横横分呢，一个单人旁，然后一个分，月份deganimiz ay。那么它跟这个月有没有什么区别？月份desek bu to'liq mushu birla ma'nosi bor, 就是 ay. Masalan, birinchi ay, ikkinchi ay, uchinchi ay, to'rtinchi ay deganda 1月份、2月份、3月份、4月份 deymizku. 那么月degan vaqtimizda, 月deb ishlatgan vaqtimizda uninki mushu bizning davatgan mushu vaqtga qarata degan ay deganda ma'nosidan boshqa osmondagi oynimi 月 deydi, 对吧？那 lekin 月份 deganninki osmondagi ay degan ma'nosi chiqmaydi. 那意思就是说 月 deganninki bu vaqtdagi aydan boshqa ma'nosimi bor. Biz 月份ni o'sha vaqtdagi ayga aytilamiz. 5-chi ay, 6-chi ay degan bo'lsak, 5月份、6月份 desak bo'ladi. 那5月、6月 desam bo'lamdi? Albatta bo'ladi. 好，灰尘，灰横撇，anandiki asli bir tal火，尘deganimiz上面是一个小，lekin bundan勾是yok啊，下面是一个土，kichik to'pa，那kichik to'pa deganimiz changto'zang，那灰尘就是changto'zang啊，那bir hafta tozlamasa hammaga changto'zang bo'lib ketibdi desak，一个星期没有打扫，到处都是灰尘，一个星期没有打扫，到处都是灰尘。那么yana maslanga, u nihoyatda pokizlikni xohlaydigan odam uning jo'zilarida ozroqmi shu changto'zang topolmaysiz desak, 他是一个非常爱干净的人，他是一个非常爱干净的人，他的桌子上呢找不到一粒灰尘啊，或者说找不到一点灰尘都可以啊。好，下面洗衣机kralg'u, buni mu burun o'rgangan to'qqu. lekin hidini o'rganmagan to'q. 那今天我们来学一下洗衣机，一个3点水，然后一个心，衣呢就是衣服的衣啊，点横撇竖提撇捺，那机呢就是一个木，然后一个机，洗衣机就是我们现在kralg'u deymiz, 洗衣机deb qo'yamiz, 两个都可以啊，两个都可以。那hozir kiyim-kechakni qo'l bilan yuvmay 洗衣机 bilan yuvgan bo'ldik desak, 现在的衣服都不用手洗，都用
洗衣机洗啊，现在衣服都不用手洗，都用洗衣机洗了。desak buludu. Bu en yeni tipteki 洗衣机 desak 这是最新的啊，这是最新款的，或者是最新的这个洗衣机 desak buludu. 洗衣机 kralguan. 下面一个呢，帕，一个竖心旁，一个白。那帕degan bu xatninki asli ma'nosi qo'rqmoq shunaqu. 比如说 man dadamdan qo'rqayman bo'lsa 我怕爸爸。那么 man o'yinchoqdan qo'rqayman desam 我怕蜘蛛 desak bo'ladi. 那么man mag'lub bo'lishdan qo'rqayman 我怕失败 degandek. Undan boshqa mushu ma'lum bir ishninki yuz berib qilishidan ansirayman desak, uningga pa'ni ishlasak bo'ladi. Masalan, men imtihondan o'tolmasligimdan qo'rqayman. Lekin bu yerdagi qo'rqayman deganim, shu ansirayman deganim. 我怕考试过不了 desak bo'ladi. 我怕考试过不了，或者是我vaqtida vazifani o'rindab bo'lolmasligimdan ansirayman desak, 我怕不能按时完成任务 desak bo'ladi. 那说明怕有几个意思呀？两个意思。一个是siz rost shu narsani ko'rsangizlar qo'rqsangiz uni pa desak bo'ladi. 那么yana birisiga就是 ansirash. Ashundaq bo'lib qilishidan ansirsak, 我怕什么什么什么 desak bo'ladi. Masalan, at yomg'ir yig'ib qilishidan ansirayman desakmi, 我怕明天下雨 desakmi bo'laveradi. Lekin bu qo'rqish emas, ansirash. 好，下面一个呢，花瓶。花这个字我们已经学过了，对吧？ gul。那瓶这个呢 mas podlu这么多。好，瓶怎么写的呀？点撇横横撇竖，按照那个横竖提横折弯钩点。那花瓶它的意思 gul podlu ms longa 啊，花瓶的意思呢是 longa， 也就是我们这个 gul salıdığan longa呢。花瓶 deymiz. Bu longa bek chiroylikan desak, 这花瓶太好看了，那我们还可以说aytib berib ikki long setib eling. 那 og'iz keling demekchi. 那我就说明天你去买2个花瓶 desak bo'ladi. 下面一个摆提手旁，然后呢上面是一个4个o'xshab qoladi. 竖横折竖竖横，然后下面是一个去摆 tizish degan ma'noda chiqadi. Mana sizlarning hammasini ratlik tizing degan bo'lsam, 把这些东西都摆整齐 desak bo'ladi. 那么我们在过节的时候 jo'zlarning ustiga har xil narsalarni tizib etimiz, yeydigan narsalarni. 我们就说吃的都摆好了 desak bo'ladi. 下面一个电视柜，电我们已经电视之前也学过了啊。柜deganimiz一个木，然后呢竖横折横shkaf deganni bildirdi. 那电视柜deganimiz 就是televizor shkipi. 那比如说有就是咱们在家里面有那样子 o'tirg'i denshi qo'yib anandagi shkichitiga什么各种各样子的花瓶啦，那tizib qo'ydiganlar bo'ldi. 反正那hozir har xil样子电视机chiqibdi degan bo'lsak, 现在有各种各样子好看的电视柜。那sizlarning bu电视柜上了摆起来了degan bo'lsak, 你们家这个电视柜真好看 desak bo'ladi. 那电视柜setib oldinglarmi degan bo'lsak, 你们买电视柜了吗 desak bo'ladi. 电视柜它可以是mundaq ishkichitida bor, ila qandaq bo'lsin bo'ldi, yo bo'lmasa ostidagi mundaq
比较简单的那种电视柜보스면不리브르도 시끄럽电视ning 아스타 올sun 나리가 올sun qo'ygan ashu柜子ning hammasi电视柜bo'ladi。下面一个呢，侧一个单人旁，然后一个泽，竖横折撇点竖竖钩，侧。那侧呢给 manasi 是 yan tarbi。那我们以前学过吗？旁边的 yan tarbi deb öğrengen to'qqu 무슨 нәрсенingki өзінің yan tarbi болса呢是侧bo'ladi。比如说老师站到这个地方，老师的侧面bo'lsa，老师的侧面bo'lsa，那mening yan tarafim bo'lsa是마지든是老师的侧面bo'ladi这个是老师的侧面，那这个是老师的侧面bo'ladi。那旁边的呢是마이는，我这个地方那个me'dagi boshluq是我的旁边，这边是我的旁边bo'lib mangadi。侧是mush narsaning o'zininki yan tarafi侧bo'ladi侧bo'ladi。那마chetdagi boshluq是旁边bo'lib mangadi。下面一个呢，台灯，撇折点，然后竖横折横。那灯的那么就是chirak，这个前面也学过，一个火一个丁台灯。那台灯的那么就是stal chirak。我需要买一盏台灯。man bir stal chirak setib olishim kerak。对，mang lazım degandek我需要买desek bo'ladi。台灯 stal chirak。下面呢，床头柜，床的是 karvat， 对吧？点横撇，然后一个木头degan boshdagi头。那 karvatning beshi degi柜degan shkaf qo'y。那对 karvatning beshiga qo'ygan kichik shkafni 床头柜deymiz。好，那么一般情况下，这个台灯我们都会放到床头柜上面。一般情况下，台灯我们都会放到床头柜这里好，这个呢是床头柜。bizdenki bu床头柜kichikga degan bo'lsak，我们这个床头柜太小了，desak bo'ladi。好，下面一个呢，觉呢，点点撇横钩，然后下面是一个剑。的呢是一个双人旁，然后一个日一个横，然后下面一个寸。觉得deganimiz his qilish。masalan bugun shundoq bir issiq his qildim，我觉得今天很热。man bugun o'zimni nihoyatda xushal his qildim，我觉得今天自己很开心。觉得那 his qilish degan ma'noda。下面最后一个成一个土，然后横撇横折钩斜钩撇点，成 shahar degan ma'noda。那么城市的qo'ymizga odatda，那 shaharliklar bo'lsa城里人。那今天我们家来了一个城里人。bugun bizning uyga bir shaharliklar kelibdi demakchi shahardan kelibdi degan gap城。好，那这是我们今天学的词。那最后呢，跟老师一起来读一下挂，窗帘，够，着，选，淡，颜色，显，干净，浅色，耐脏，得，特别，月份，灰尘，洗衣机，怕，花瓶，摆，电视柜，
侧，侧，台灯，台灯，床头柜，床头柜，觉得，觉得，成，成。好，那同学们，今天我们的课呢，就先上到这里。作业还是一样的，每一个生词抄2行，选择其中的10个造句。那我们下一期再见。